Hammaga salom do'stlar. Bugun biz Bedwars o'ynaymiz kubicraft.comda va men bu serverda anchadan beri o'ynayman. Va qani ketdik do'stlar, birinchi bo'lib savdolashamiz va taxtalar bilan o'rashga harakat qilaman ko'proq. Chunki taxtani sindirish qiyinroq va boshqa o'yinchilar bolta olguncha taxta tez sindirilmaydi qo'l bilan. Keyin ustini jun bilan o'rab chiqamiz. Qani bo'lmasa o'rab chiqamiz. Jun yetmay qoldi va yana qayta jun o'rab chiqishga harakat qildim. Pulimiz zanjir kiyimga yetmadi va men bitta bolta olishga harakat qildim va unga ham tanga ya'ni temir va oltin yetmadi. Va endi bitta bolta va kirka oldim. Qolgan temir va oltinlarni bitta oltin olmaga sarfladim va boshqa temirlar va oltinlarni sandiqqa qo'yib ketdim. Qilich bilan. Iloji boricha ehtiyotkorlik bilan yurishga harakat qilaman, chunki ko'p bor tushib ketganman va mana shunaqa qo'yilmay qolgan. Ko'p narsadan ayrilganimni eslayman. Kamida 10 ta olmos bo'lishi kerak bironta narsa uchun va men buni kutmoqdaman endi. Bu yerda qizil kelmoqda va qizil bilan urishga harakat qildim va Minecraft chiqib qotdi va mana urushyapman. Qizilni o'ldirdim. Mana endi uning joyiga borishga harakat qildim. Va bordim va bitta qavat o'ralgan ekan va shunchaki uni yotog'ini sindirib qochib ketdim. Bekor uni urishga harakat qilmabman. Uni yo'lni iloji boricha yopishga harakat qildim va qani endi yana olmoslar olamiz. Unga fireball otamiz. Tegdi deb o'ylayman, ko'rinmay qoldi va ketdik. Va ana endi o'zimning joyimga boraman. Va endi ba'zi narsalar sotib olamiz olmosga. Qizil keldi va meni bir marta o'ldirdi va men qayta tirildim. Qayta tirildim va qizilni o'ldirishga harakat qildim. Boltam bor edi hali ham. Va o'ldirdim ham do'stlar. Mana bitta o'yinchini chiqarib yubordik. Ko'ryapsizlarmi mana?
Endi bo'lsa sariq bilan urushib ko'ramiz. Qani ketdik. Juda ham ko'p qavatlar bilan o'ragan ekan va bu meni itarib yubordi va men pastga tushib ketdim. Va ana endi qayta tirilish kerak. Mana biz qayta tirildik va endi yana temir qilich sotib olaman. Va yana sariqning oldiga bormoqchi edim va men qarorimni o'zgartirdim. Va endi olmoslar tarafga boraman. Olmoslarni ham oldik, 10 ta olmos bor ekan. Va endi sariqni yotog'ini buzishga harakat qilamiz. Qani ketdik do'stlar. U ko'rmasdan oldin tez buzish kerak. Yo'q, u sezib qoldi va meni yana bir bor o'ldirishga harakat qildi. Narsalarimni yo'qotmayin deb yugurgandim va yana o'ldirib qo'ydi. Bu joyda esa shunchaki o'zimni vaqtimni sarflabman do'konga bironta narsa sotib olish uchun. Bu yerda esa ko'k ketayotgan ekan. Men unga fireball ochishga harakat qildim va afsuski tegmadi. Va yana otdim. Chanklar ko'rinmay qoldi chanklarda. Va yana biz olmos yig'ishga boramiz yoki raqiblarni o'ldirishga. Bir kishiga bir kishi qolibdimi deyman yoki sariq ham bor. Iltimos do'stlar, men shuncha harakat qilyapman va kanalimni o'stirishga harakat qilyapman. Iltimos obuna bo'lib qo'ying. Menga bu juda zarur. Bu yerda ham sezdirmasdan ko'kning yotog'ini sindirdim va qochdim. Ana do'stlar, ikkinchi odamning yotog'ini sindirdik. Va u kelayotganda itarib yubormoqchi edim. Olmos qilichi bor ekan. U men tarafga ketishni boshladi. Va men uni to'xtatmoqchi bo'ldim. To'xtatdim ham. U shunchaki tushib ketdi. Ana do'stlar, biz Jerry degan odamni o'ldirdik. Ana bitta o'yinchi ham chiqib ketdi. Qani ketdik endi do'stlar. Bu yerda do'stlar qo'qqisdan kelib hujum qilishdi va men o'lib qoldim. U yotog'imni sindirmoqchi edi, sindiribdi ham va men o'ldim. Va bir marta qayta tirilish imkoniyati berildi va unda ham u meni o'ldirmoqchi bo'lgan payti men uning yotog'ini sindirishga ketayotgandim. U meni afsuski o'ldirib tashladi. Ana do'stlar, bugungi videomiz ham shu yerda tugaydi. Men ko'rinmayapman, xayr.